Yuqori baholiq makit qo'chqori savdosi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Diyorimizda odatdagi qo'ylarni elib sotishga o'xshamaydigan makit qo'yi savdosi shakllanibdi. Bu makit qo'yining sirtqi shakli boshqa qo'ylardan farqlanadigan bo'lib, sifatiga qarab bahosimi har xil bo'ladi ekan. Hattoki bir esil makit qo'chqoriga 10 million so'm baho qo'yilibdi. Birinchi. Mushinaga o'xshagan yuqori baholiq makit qo'chqori savdosi joizmi? Ikkinchi. Qimmat baholiq makit qo'chqorini odatdagi qo'ylar bilan changlashtirgandan keyin, ashu odatdagi qo'yning qo'rsiqida turalmaning bo'lishi bilan u odatdagi qo'yning bahosi necha hassa o'sadi ekan. Bu savdomi joiz bo'lamdi? Uchinchi. Qimmat baholiq makit qo'chqorini odatdagi qo'ylar bilan changlashtirib berganga haq olish joiz bo'lamdi? To'rtinchi. Agar makit qo'chqorini yuqori bahoda olib sotish joiz bo'lsa, uning zakati qanday ayriladi? Ustozdan yuqorqi savollarga tafsiliy tushuncha berishini umid qilamiz. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Birinchi. Qo'y va boshqa hayvonlar sortiga, sifatiga qarab bahosi o'xshash bo'lmasligi tabiiy ahvol. Makit qo'yida sotib oluvchi qiziqadigan alohida sifatlar topilsa, aldamchilikdan, saxtalikdan xoli bo'lgan ahvolda xohlagan bahoda sotsa, olsa bo'ladi. Janobi Allah Qur'on Karimda Allah ilm satimni halal, jazonini harom qildi degan. Baqara surasi 275-oyat. Makit qo'yini sotish tijoratdan iborat bo'lib, tijorat deganda har kim xohlagancha baho qo'yib, sotib olganlarmi rozi bo'lgan bahoda sotib oladi. Buningda kishi erkindir. Makit qo'yiga o'xshash nasllik kala, tuga va arab otlarimi shundoq sotiladi. Buningda cheklama yo'q. Ya'la ibn Umayya radhiyallohu anhu Hazrati Umar zamonida Najran valisi edi. U rivoyat qilib bundoq deydi. Abdurrahman ibn Umayya Ya'la ibn Umayyaning qarindishi bir baytalni 100 yosh tugiga sotib olgan edi. Satquchi pushaymon qilib, Umar radhiyallohu anhuning oldiga berib, Ya'la bilan qarindishi ikkalan mening bir baytalimni tortib oldi deb arz qildi. Shuning bilan Umar darhol Ya'laga huzurimga kelgin deb maktub yozdi. U Umarning huzuriga kelib, bo'lgan ahvolni ma'lum qilib edi. Umar sizlarda at mushu bahoga chiqamdi deb so'raydi. Ya'la bundan ilgari biror atning bundoq bahoga chiqqanligini bilib boqmadim dedi. Shuning bilan Umar uningga undaq bo'lsa 40 qo'ydan bir qo'y zakat olib, atdan zakat olmamdoq. Har bir atqa bir tilla zakat olgan deb buyurdi. Shunda qilib, har bir atqa bir tilladan zakat belgiladi. Yuqorqi vaqalikda sahoba kiramlar esil atlarni yuqori bahoda olib sotgan. Xalifa Umar radhiyallohu anhu bunaga e'tiroz bildirmagan. Ikkinchi, makit qo'yi chaptirilgandan keyin bu sog'liqni bo'g'oz deb sotish joiz. Chunki bo'g'oz ekanligi odatda ba'zi belgilar bilan bilindi. Muhazzabning sharhida mundoq kelgan. Aslida noma'lum savdo mushu hadisga asosan batildir. Bu yerda aniq noma'lumlik bo'lgan, saqlanish mumkin bo'lgan savdodir. Ammo uninga ehtiyot tushadigan, saqlanish mumkin bo'lmaydigan, masalan, uyning o'li, qo'rsoqdagi turalma, bir yoki ikki yoki erkak yoki tishi bo'lish yoki a'zolari to'liq yoki kam bo'lish ehtimoli to'liqliq bo'g'oz hayvonni sotib olish. Yana yilnida sut bar sog'liqni sotib olish qatorliqlarga o'xshagan narsalarga kelsak, bularni barliq olimlarning ijmosi bilan sotish to'g'ri bo'ladi. Makit qo'yi chaptirilganligi, boshqa qo'yning chaptirilmaganligi, shundaqla turalmaning ashu makit qo'yidan bo'lganligi aniq bo'lsa, bu sog'liqni homilasi sababidan yuqori bahoda sotishga bo'ladi. Bu vaqtda ixtilof bo'lgan bo'lsa-mu, lekin sotishga bo'ladi degan qarash kuchlik. Agarda sog'liqning qo'rsiqidagi turalmaning o'zini yolg'iz ayirib turib sodlashsa joiz bo'lmaydi. Shundaqla sog'liqqa ayrim, turalmaga ayrim baho qo'yib sodlashsa-mu joiz bo'lmaydi. Yana turalmani elib qilib sog'liqni sodlashsa-mu bo'lmaydi. Imom Sarxasi deydi: hayvonni sotib qo'rsiqdagi turalmani mustasno qilib etsa, savdo fasid bo'ladi. Chunki qo'rsoqdagi turalmani o'z oldiga maqsad qilib sotqili bo'lmagandan keyin uni mustasno qilib ayirib olishqimi xuddi qo'li yoki putini ayirib o'tishga bo'lmagandekla joiz bo'lmaydi. Bu shuning uchunki turalma onasi bilan bir tutash gavda bo'lib turgan ahvolda u xuddi onasining bir parchasiga o'xshaydi. Hayvonning biror parchasini ayirib sodlash qilimi bo'lmaydi. Mustasno qilib chiqarib o'tib sodlash qilimi bo'lmaydi. Chunki turalma qo'rsoqda taxan noma'lum. U erkakmi, tishimi, birmi yoki ikkimi bilmaydi. Agarda mustasno qilingan turalma noma'lum bo'lsa, mustasno qilingan onasimi noma'lum bo'ladi. Natijada sodlashgan narsaning noma'lum bo'lishi savdoning joiz bo'lishini to'sadi.
Uchinchi, makit qo'yini va yoki kala, at va tugulardek boshqa bir erkak hayvonni sog'liqqa chaptirib berganga haq olish joiz bo'lmaydi. Chunki Nafi rivoyat qiladiki, Ibn Umar roziyallohu anhuma payg'ambar sallallohu alayhi va sallam erkak hayvonni chisiga chaptirishdan topgan pulni cheklagan degan. Bu ishdan maqsad ado bo'lishi erkak hayvonning shahvatiga bog'liq narsa bo'lg'achqa, bu bir xil noma'lum ishdan iborat. Shundaqla esil axloq fazilat bilan odamgarchilikka mos kelmaydigan bir ishdir. Lekin sodlashmagan yoki shartlashmagan ahvolda erkak hayvonni chaptirib olishga oriyatga berib tursa, chaptirib bo'lgandan keyin sog'liq hayvonning egisi erkak hayvonning egisiga bir narsa hadiya qilsa, qabul qilsa bo'ladi. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, Kilab qabilasidan bir odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan erkak hayvonni tishiga chaptirish uchun haq olish to'g'risida so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni to'sdi. O adam, "Ya Rasululloh, biz erkak hayvonni tishiga chaptirib olish uchun berib tursak, hadiya qilinib izzatlanamiz" dedi. Rasululloh uninga hadiyani qabul qilishga ruxsat qildi. 4. Makit qo'yi boshqa qo'ylarga o'xshash, agar 40 qo'y bo'lgan ahvolda bir qo'y zakat keladi. Agar undaq sanda ko'p bo'lmay, qimmat baholiq bir yoki bir qancha makit qo'yi bo'lsa, buning qimmati sortiga qarab, odatda zakat keladigan boylik o'lchami nisobdan eshib ketadigan bo'lsa, zakat beradigan chog' kelsa, elib sotadigan tijorat tavri qatorida bozordagi bahosi bo'yicha hisoblanib, butun qimmatining 2,5% ni zakat ayiradi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 159-nomorliq fatvo.